Hop, biz havosini mana shunaqa defolder qilib, 0,5 dan katta chiqqan qiymatlarini differensialab oldik. Bu yerda oxirgi official exchange'imiz differensialaganimizda ham 0,5 dan katta chiqqanligi uchun day qilib yozamiz. Ana endi hech qanaqa muammo yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Hop, defolder buyruqlarni berib chiqqanimizdan keyin ana endi graph matrix buyrug'ini beramiz. Hop, undan keyin biz disalign buyruqlarini berib chiqishimiz kerak. Buyruqlarni berib chiqqanimizda jadvallarni ko'rishimiz mumkin. Har bitta bog'liq o'zgaruvchilarni mustaqil o'zgaruvchilarga ko'rish uchun ana endi graph combine qilganimizda combine hammasini mana bitta ko'rinishda ifodalaganimizda biz mana stataga joylashtirganmiz. Ya'ni Word formatiga joylashtirganmiz. Bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilarning grafik usulida statsionarlikka erishish natijalari. Hop, GCP bog'liq o'zgaruvchi statsionar emas. Keyingi jadval bizda bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilarning Ziki folder testida statsionarlikka erishish natijalari. Hop. Biz bu jadvaldagi ma'lumotlarni differensialaganlarimizni sonlarini, Makenondagi ularning qiymatini va kuzatuvlar sonini qayd etganmiz. Biz statsionarlikni qiymati qayd etilgan bo'lsak bizda keyingi qilgan ishimiz statsionarlikni qayd etish zarur bo'lgan qiymati 0,100 dan kichik bo'lgan qiymatni qayd etishi kerak bo'lgan. Tadqiqotning keyingi maqsadi Bangladeshda aholidan boshqa to'g'ri keladigan kichik mahsulot berilgan omillarning ta'sirini o'rganish uchun regressiya va korrelyatsiya modelini yaratishdan iborat. Demak, keling bunday qilamiz. Matn ko'rinishida tahlil qilishdan avval statani to'liq holatda ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda keyingi qilishimiz kerak bo'ladigan ish pvcore buyrug'ini kirgizib olish bo'lar ekan. pvcore, GCP, inflyatsiya. Hop. Undan keyin biz barchasini LMlab chiqishimiz kerak bo'lar ekan. Hop. Demak, biz korrelyatsiya va regressiya degan usulni ko'rib chiqishimiz kerak. Bunda core buyrug'i bilan tekshirsak ham bo'ladi. Bu biroz eskirgan usul bo'lganligi uchun biz korrelyatsiyani pvcore bilan
tekshirib oldik. Quyidagi jadvalimiz chiqdi. Bundan keyin kor bilan tekshirib oldik. Graph matrix qildik. Ana endi graph matrix qilib olsak bo'ladi. Inflyatsiya bizga mustaqil o'zgaruvchiga bog'liq o'zgaruvchilarning ta'siri va ular o'rtasida qanchalik bog'liqlik borligini ko'rib turishimiz mumkin bu yerda. Mana bu chiziqqa nisbatan chiziq o'tkazganimizda atrofda qanchalik pop aylansa, o'rtasida bog'liqlik shunchalik bor degani. Misol uchun mana bu o'rtasida, ya'ni ishsizlik va GDP o'rtasida shunchalik bog'liqlik ko'pligini anglatadi. Bunda ham xuddi shunaqa ishsizlik va inflyatsiya o'rtasida. Eksport va ishsizlik o'rtasida ham ko'rishimiz mumkin. Investitsiya va eksport o'rtasida misol uchun sanoat va eksport o'rtasida ham bo'lishi mumkin. Bu ko'rsatkichni biz demak Word formatda yarmini joylashtirganmiz. Buning uchun half buyrug'ini berishimiz kerak bo'lgan ekan statada. Hammasini yozganimizdan keyin variable half. Mana bizda yarim ko'rsatkich bor. Undan keyin davom etadigan bo'lsak, korrelyatsiyani ko'rishimiz mumkin bu yerda. GZP, ln GZP. ln degani matematik tilda o'zi darajasini bitta pasaytirib olish degani. Buning uchun biz statada ln degan GZPdan boshlab official exchangegacha buni ham stataga kirgizib olamiz. Barchasi ln'dan. Undan keyin regressiya chiziqli jadvali OLS modelini yaratish uchun quyidagi buyruqni beramiz. Mana bu yerda lnlashimizdan oldingi jadvalni ko'rib turibmiz. Prop Fisher testi R squared dagilarni ko'rishimiz mumkin. Number of observations, ya'ni kuzatuvlar jadvali ostidan 26gacha qatorlarni ko'rishingiz mumkin. Quyidagi koeffitsiyentlar demak shuni ifodalaydiki, inflyatsiya 2% ga pasayganda GDPda 1% o'zgarish bo'ladi degan ma'noda. Masalan, ishsizlikda ham 23% ishsizlik ko'payganda GDPda 1% o'zgarish bo'ladi degan ma'noda. Qolganlari ham xuddi shunaqa. Quyidagi qiymatlarimiz 0.5 dan kichik bo'lgan qiymatlar bizda official exchange, faqat official exchange, sanoat va eksport sohasi, ishsizlik kabi sohalarni ko'rishimiz mumkin. Bularda muammo bo'lmasligini ko'rsatadi. Interval. Ana endi biz reg lnlanganligini ko'rishimiz uchun belgilab turib stataga yozib olamiz. Ana endi lnlanganligi ham xuddi shu ma'noda bildiradi. Word formatiga qaytadigan bo'lsak, statada qilgan ma'lumotlarimizni kirgizib chiqqanmiz. Ularni Word formatiga avval yuklab ko'rishimiz mumkin. Eksport bilan investitsiya, sanoat va rasmiy almashuvlar o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli bo'lgan kuchli ijobiy bog'liqlik mavjud. Bu ko'rsatkich 1% ahamiyatlilik darajasida ishonchli hisoblanadi. Va tahlili haqida gapirib o'tganmiz. Inflyatsiya ko'rsatkichi haqida, ishsizlik darajasi va eksport, investitsiya, sanoat va rasmiy almashuvlar bilan kuchli ijobiy bog'liqlikni ko'rsatgan.